essay qiladigan narsa bu uning body qismi hisoblanadi. Lekin ko'pchilik o'quvchilar oldiniga introductiondan boshlashadi-da, keyin bodyga endi idea kerak deb o'ylab o'tirishadi. Aslida mana bunday qilishingiz kerak. Siz savolni mavzusini aniq tushunib olishingiz kerak. Savol nima haqidaligini. Keyin sizdan qanaqa savol so'ralyapti, nima qilish so'ralyapti, agree qilish so'ralyaptimi, qanaqadir problemga solution topish so'ralyaptimi yoki nimanidir discuss qilish so'ralyaptimi. Ana o'sha so'ralayotgan savolga aniq javobingizni yozing va keyin o'sha javobingizni izohlang, tushuntiring, ko'proq misollar keltiring, nima demoqchi ekanligingizni yozing. Ko'ribsizki, sizda body tayyor. Ana keyin introductionga keladigan bo'lsak, o'sha bodyda yozganlaringizni ozgina uchini chiqarib yozasiz, introduction ham tayyor. Conclusionga kelsak, tasavvur qiling, kimdir men essayni o'qishga vaqtim yo'q, menga qisqa qilib ayt deganda, uni ikki og'iz gap bilan nima degan bo'lardingiz? Ana o'shani yozsangiz, conclusion ham tayyor. Kelasi safar essay yozganda mana shunaqa yondashib ko'ring, aniq bilaman, sizda yaxshiroq essay chiqadi. Agar sizga writing kursi kerak bo'lsa, menda onlayn writing kursi bor. U yerda men paragraflardan to essay yozishgacha batafsil tushuntiraman.